Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari, Simentalchaki kanalining ashaddiy obunachilari. Bugun biz Toshkent shahar Hasanboydamiz. Simentalchakani xonadonlariga keldik. Qadrli obunachilar, bugun bizning sotuvimizda nima desa bo'ladi? O'sha g'unajillarning eng zo'rlaridan keldi. Krasniy Pyostri, Gibrid, Eston, Shved, hamma bir nihoyatda ajoyib bo'lgan zotdor g'unajillar keldi. Xudo xolasa video davomida hammasini chiroyli video obzor qilib berishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Kanalimizda aktiv sal pasayib qolgan. Shu xatoni to'g'rilash uchun. Xo'p, mana bundan boshlaylik. Haqiqiy Krasniy Pyostri. Original varianti. Arqonga bugun cho'chyapti. Xo'p, shoxini o'rni tegi yo'q. Zavodskoy to'qol. Akalar, mana san oldirib chiqaman. Ustiga to'ygan varianti. Bo'ylari 1 metr plus. Mana. Badallarni ham ko'rib qo'yinglar, molni mana. Tochga narsa. Uzunligiga e'tibor berib qo'yamiz. Xaltalarni ham ko'rsatib qo'ying buni, xaltalarini. Oq yeli oq chiqdi. Dumala bir bor. Ha, ana. Taqdi. Ha, jonim. Mana. Shoshmasdan qo'rqib. Mana qadrli obunachilar, 4 ta dona. So'skalari ham 4 dona. Benziraklarga ham e'tibor berib qo'yamiz. Oppa so'skalar. Oyoqlarni baqvatligiga. Molni o'zi mana durkun. Cho'zuv narsa. Xo'p, buni yoshiga keladigan bo'lsa 4 oylik buzoq. Aha. Haqiqiy Krasniy Pyostri. Bemalol 7-sini qonlarigacha tekshirib olishligi mumkin. Xo'p, akalar, buni ikkalasini bir joyda sotamiz. Mana Shved bilan birga. Hozir ikkalasini o'zim bilan ko'rsatib beraman. Mana Shved. Uzunligini ko'ryapsizlar mana, badani tulla yotibdi buzoq mana. Bitta mana shu endi nishurib chiqdi shoxi. Shvedni. Qolgan uchala monim ham zavodskoy to'qol. Mana xaltalarni ko'rsatib qo'ying birodar, mana. Mana qadrli obunachilar. Shoshmasdan, sekin, qo'rqitmasdan buzoqlarni. Mana qadrli obunachilar, so'skalari, benziraklari. Orqalariga ham e'tibor berib qo'yamiz. Molimiz xudo xolasa sog'lom, oyoq-qo'llari turishini ham ko'rdim. Cho'zovligini, qorin taqab qo'yib. Bularning 7 ishchisiga xudo xolasa 100% garanti. Hozir yechib yorib ham ko'rsataman bularni. Mana hozir. Xullas akalar, bitta Shved va bitta mana Krasniy Pyostri. Ikkalasini bir joyda sotamiz, xudo xolasa. Ikkalasini bir joyda olib qo'y, mol qilib qo'yaman deydigan kukalar bo'lsa mana. Mana mollar. Mol ikkalasini ham o'ynaqlayapsiz, xohlasa. Xo'p, buni pulini aytib keta qolay ikkalasiga. Ikkalasiga bir joyda 26 million kami bor. Kelishilgan holatda dastlabki xizmatlarimiz bor. Sut buzoni narxida bo'lyapti. So'raganingizdan hammasini olmaymiz. Mana buzoqlar. Mashalloh. Sog'mikan degan kukalarga mana. Jupiga 26 million kami bor. Kelishamiz. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Onlayn savdo bor. Kerak odam aloqaga chiqursin, xudo xolasa. Kelishtirib qilib beramiz. Buzoqlarning cho'zuvligiga mana qo'yib yuborib qoling. Mana Mana buzoqlarning cho'zuvligiga e'tibor bering. Ikkalasini bir joyda olib qo'yib, ana olib qo'yib ketdi. Mana u yoqdan qilib. mana. Qadrli obunachilar, buzoqlarimiz. Mana qadrli obunachilar, buzoqlar ham ancha o'yna olishdi. Xullas jupiga 26 million kami bor. O'ta qora buzoqlar, 1 metr oshiq. Sut buzoq narxida xudo xolasa. 1 metr plus minus. Xo'p, mana buni o'ynab tursin, men Estonni olib chiqib bahonada. Ularni oyligini aytdi. Men Eston bir orqalarini ham ko'rsatib o'zim mana shitda. Mana. Bellarini ham to'laligini. Korobka. Qadrli obunachilar. Mana. Zavodskoy to'qol. Bitta shu Shvedda ozginagina shoxi bor. Bular Zavodskoy to'qol. Mana kallalar ham Ferdinand kalla. Mana hajjon. Mana tomosha qiling. Tikkaligini qaranglar, mana tikkaligini. Uzunligini. 5 oylik buzoq.
sutga to'ygan, oldi qandoq bo'lsa, orqasi ham xuddi shunaqa. Korpuslarni, xaltalarni ko'rsatdingmi mana? Yo'q, hozir. Mana. Xaltalarni ko'rsat, bizon uzunligini ko'rsat mana. Belli qara mana, belli, korobkan. Xaltasini ko'rsatguncha turganda. Mana qadrli obunachilar. Haqiqiy Eston, qonini ham tekshirib olaversin, bemalol. 4 dona. Bo'ldimi, ko'rindimi? Hech uring buni ham. Mashalloh, mashalloh. Yurganda mana uzunligiga ham e'tibor berib qo'yiladi. Mana. Mana jo'ja. Xo'p, akalar, buni puliga 15 million xayri bor, kelishtirib beramiz. Kerak odam aloqaga chiqursa. 15 million kam bor, xudo xolos. Yedi ishchisiga 100% garantiyasini beramiz. Aloqaga chiqursa, xudo xolasa. Mana bu. Haqiqiy Eston, ani har xil olataromonlardan emas, mana. Qadrli obunachilar, bitta orqalariga e'tibor berib qo'yamiz. Mana uzunliklari. Mana uzoqroqdan ham olib ko'rsataylik. Mana lideri faqat rangi ola qora bo'lib tug'ilgan gibrid, ata 100 ga 100 semental bo'lgan. Mana. Buni ko'ryapsizlarmi? Eng 100 talik gibriddan, anu jaydaridan tushgan, bunaqasidan emas, mana. 5 oylik buzoq, bo'yi 1.20 dan oshuv menimcha. Mana. Hali buzoq tuk to'kilmagan jonivor, mana qaranglar. Mana uzoqroqdan ko'rsatdim. Hozir yechib ham ko'rsatamiz. Bu ham zavodskoy to'qol. Mana bu. Turishini qaranglar mana. Hay jonivorlar, qochib turinglar. Mana buni ham xaltasini ko'rsata olasak, xaltasini ko'rsatamiz. Ana ko'rasizlar, voy mashalloh. Ana. O'ta go'zalidan hozir buni ham yechib olib chiqaman, tomosha qilasizlar, xudo xolasa. Baqbaqalariga e'tibor berib qo'yinglar. Jonivor. Titanik. Eng originali. Mashalloh, mana. Qadrli obunachilar, orqalariga bitta e'tibor beramiz. Mana qadrli obunachilar, ostilari. So'skalarni ko'rasiz. Xo'p, akalar, puli arzon emas. To'g'risi, o'zi ham bizga bunaqa arzonga kelmadi. Yaxshi pulga oldik. Ishqa o'ziga sotamiz, xudo xolasa. 22 million kami bor. Ha, baqbaqalarni qaranglar, mana. 22 million kam bor. 22 million kami bor, mana. Realni bo'ladigan 2 yil ketini poylab sigir qilaman deydigan akalarga. 5 oylik buzoq. Ha, Estonimni turishini qaranglar. O'ta go'zallari. 4 talasini bir joyda olib qo'yaman deydigan aka-ukalar bo'lsa, 4 talasini bir joyda baraka narxi ichida dastlabki bizani bo'ynimizda. 4 talasini bir joyda olaman deydigan bo'lsa. Demak, 22 million gibridimiz, Eston 15 million, mana bu ikkalasi Shved bilan Krasniy Pyostri 26 million. Hammasini xayri bilan sotamiz. Kimga kerak bo'lsa, mana aloqaga chiqarasiz, mana hajjono. Mana yuruvlarni ham ko'rib olinglar, mana. Hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. Bosh ko'tar jonivor. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat, qadrli obunachilar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Xudo xolasa hammaga barakatli bo'ladi.